Assalomu alaykum. Salom Avto KG avtosalonining ko'rarmanlari, nazaringizlarda oppoq tusda Porter 2 unavuz 133 motor deb qo'yib CRDI. Bilasizlar, bu motor o'ta yaxshi. Mana salar qancha-muncha tandavat yetaveradi. Ishlata turgan uni, aqcha tovar uni deydi. Mashina полностью elektropaketda, gidravlический rul, bilasizlar, mexanika korobkada. Mashinani chiqargan yili 2012-25 ko'lamda dizeloviy motor. Mashinada pechka, konditsioner ishlaydi, spalniy bor, ko'rgazib qo'ygan spalniy. Mana bu mashina bilasizlar, aqcha tovar turgan mashina. Вложение не требует, qila turgan ishi yo'q, ishlatganga tayyor. Do'ngaloqlari qishqi yaxshi ahvolda turadi. Sel поехал degan una xuddi mushul una bo'ladi. Qo'nlar una kimga qiziq bo'la turgan bo'lsa, una qancha baho qo'yildi? 750 ming baho qo'yildi. Kichkina tushib bera turgan, suylashga turgan joylari bo'ladi. Mashina Salom Avto KG'da nalichada turadi. Kelib ko'rib sodalashib olsangiz bo'laveradi. Salom Avto KG xizmatingizda.